Assalomu alaykum. Meni kanalimga xush kelibsizlar. Bugun obzorimizda 100 kvadratli uy. Biz shu Rossiyada uy qurish bilan shug'ullanamiz. Hozir Tyumen shahrida mana shu zo'r uyni qurdik. Uyimiz 100 kvadrat. 100 kvadratli uy, shu pod zakaz qurib berdik. Hozir zakazchigimizdan kalitini oldik. Hozir endi remont boshlabdi. Lekin kirib video olishga ruxsat berdilar. Shunga hozir kirib hamma yo'g'ini ko'rsatamiz. Uyimiz menga вообще zo'r yoqdi. Proyektlar вообще zo'r. 3 xona, katta kuxnya, gostinaya, ikkita sanuzel bor. Ketdik ko'rsataman. Yeri ham zo'r qilib qo'ygan. Bu yerlarni hozir otsipka qilib, keyinchalik asfalt bosaman dedi. Uyimizda hozir gaz, svet hamma yo'q bor, hamma yo'q zo'r. Uyga kirganimizda mana bunaqa prixojey, bu yerimiz 3 kvadrat. Kirganimizda keyin o'ng tomonda bu yer kotelniy deyiladi. Bu yerda shu gazga kotel, elektrokotel qilingan. Uyimiz hamma yo'g'i issiq pol qilingan, to'pli pol. Вообще zo'r. Balandligi 208 adashmasam. Dal kiramiz. Kirganimizda bu joy mehmonxona, endi choy ichadigan joy, shu kuxnya, gostinaya deydi. Bu yog'imiz kuxonniy zona. Ya'ni bu yerda plita, shkaflar, xolodilnik turadigan joy. Bu yerimiz 31 kvadrat metr, masherimiz o'zi. Dal ketamiz. Bu yer sanuzel, hojatxona, gostivoy, bu yerda kichkinagina qilingan. Keyin bu yoqda vannamiz bor. Vanna komnata qilingan, bunaqa katta. Bemalol shu kir yuvish mashinasi hamma yo'q sig'adi. Kattaligi ham yaxshi. Bu yerda 502 kvadratli metr. Bu yerda birinchi xonamiz. Birinchi xonamizda mana bunaqa mihroblari ham bor. Bu xonamiz 14 kvadratli metr. Xona ham yaxshi, zo'r qilingan. Dalish ketamiz. Bu tomonda ikkita yana xonamiz bor. Bu mana ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamiz kvadrati 11.6 kvadrat va uchinchi xonamiz, uchinchi xona bu zakazchilar xoladi, shu kichkinagina o'zimga kabinet qilmoqchiman dedi. Shuning uchun bunaqa kabinet qildik. Bu yerimiz kvadraturasi 9.6. Bu yerda shu shkaf qo'ygani alohida joy ham qilib berdik. Dalish ketamiz. Kvartiralarda bilamiz, balkon bor. Endi zakazchigimiz ham shunaqa narsa saqlagan, shu balkon xohladi. Buni ham qilib berdik. Mana bunaqa balkonchamiz 8,5 kvadratli metr. Zo'r qilingan. Shaxsan menga yoqdi. O'zbekistonda ham bunaqa uylar qurilishini men xohlayman, chunki bunaqa proyektlar zo'r. G'ishtlarimiz ham ajoyib g'isht, bavarskiy g'isht. O'zi biz oxirgi 5 yildan beri faqat shunaqa g'ishtda quryapmiz. G'ishtlarimiz ham zo'r. Bu joyda shu keyinchalik banya bilan garaj quraman degan zakazchigimiz. Xo'p. Shunaqa obzor bo'ldi. Uy yoqqan bo'lsa, kommentariyada yozamiz o'z fikringizni. Nimasi yoqdi, yana nima qo'shgan bo'lardinglar? Shular haqida обязательно kommentariyada yozinglar. Sizlar bilan Samanlar bo'ldi. Xayr.